Qo'shimcha passiv daromad qilib qo'yaman degan odamlar uchun yaxshi biznes turi magazinlarda oldiga, domlarda oldiga suvlarni filtrlash uskunasi 220 volt bir fazaga ishlaydi. E'tibor beringlar, hammasida ham anaqa displey yo'q, bu displeyli va qo'shimcha tepasida yana kichik ekranchasi ham bor. Har qanday mana o'zimizning o'zbek so'm tangalarini qabul qiladi va bu yerda bo'lsa barcha so'm turlarini qabul qiladi. Xo'p, start stop mana bu yerda nerjavikadan bo'lgan bu qismi. Baklashkalar qo'ysalaring bo'ladi. Bu yerdan esa ortiqcha suv pastga tushib ketadi. Hozir mana ko'rganlaringiz 220 voltga tayyor ulangan holda turibdi. Passiv daromad qilib qo'yishni xohlaganlar uchun uskunamiz narxi ham unaqa baland emas. Ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilib bu uskunani sotib olishliklaring mumkin va username'larga bog'lanib Telegram orqali yozsalaring ham bo'ladi. Bizda boshqa turdagi uskunalar ham mavjud. Bog'laninglar.